Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Chet ellik kuzatuvchilar ham muhojirat yashayotgan qarindoshlarimiz yaqindan diqqat qilayotgan va bu yil 10 oyning 24-kunidan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirilgan Dunyo qurultiyining 8-navbatlik umum vakillar qurultiyining tayyorlik xizmatlari ko'p taraflimli holda jiddiy davom qilmoqda. Mushu oyning 5-dan e'tiboran 8-navbatlik qurultiy vakillarini qurultiy tarkibidagi 16 komitet va markazlarga doimiy a'zolik taqsim qilish xizmatlari boshlangan edi. Hozir qadar mutlaq ko'p sondagi vakillarimiz o'zlarini tashabbuskorlik bilan har qaysi komitet va markazlarning doimiy a'zoligiga tizimlanib bo'ldi. Qurultayning vakillik sistemasi parlamentlik tusini olgan bo'lib, belgilim bo'yicha har bir vakil cho'qim eng oz 1dan 2gacha komitet yoki markazga doimiy a'zo bo'lib, kelar navbatlik qurultaygacha bo'lgan 3 yilgacha izchil xizmat qilishi shart. 8-navbatlik Dunyo qurultiyi tayyorlik komitetidan egallashimizcha, bu navbatlik qurultayga rasmiy taklif qilinadigan vakillarimizga Uyg'ur va chet elliklarni tarkib topgan sharaf mehmonlarimizga va qurultayning umumiy saylimining demokratik prinsiplarga uyg'un holda ilib berilmaganligini nazorat qiladigan chet ellik kuzatuvchilarga taklifnoma yo'llash xizmatlari oxirlash oldida turmoqda. Uningdan boshqa yana bu navbatlik qurultayning konkret kun tartibini hozirlash, qurultayga zarur kerakli bo'lgan iqtisodni hal qilish, hujjat material, kenishga, lozunka qatorliqlarni tayyorlab bostirish, qurultay vakillarining va sharaf mehmonlarining yotoq, tomoq ishlarini o'rinlashtirish, qurultay ichildigan yig'in zollarini kiralash, Bosniyaning poytaxti Sarayevoga yetib keladigan mehmonlarni kutib olish va mehmonxonalarga o'rinlashtirish, ular uchun maxsus yo'l xaritasi hozirlab chiqish degandek bir yurish xizmatlari jiddiy ilib berilmoqda. Va bu xizmatlarning muvaffaqiyatli ilib berilishi uchun 8-navbatlik Dunyo qurultiyi tayyorlik komiteti tarkibidagi 6 xizmat komissiyoni va qurultay markaziy ishxonasi tarafidan 30 nafardan ortiq maxsus xodim ajratildi. Qurultayning omonligiga va qurultayga qatnashadigan aziz mehmonlarimizning bexatarligiga kafolat qilish uchun qurultay raisligi va qurultay markaziy ishxonasi tarafidan munosabatli davlatlar bilan bo'lgan diplomatik aloqalar va ko'rishishlar davom qilmoqda. Bu navbatlik qurultayning tayyorlik xizmatlariga masalda 8-navbatlik qurultay vakillariga qurultayning nizomnomasi, qurultayning yetakchi ideyasi va prinsiplari, hozir qadar qurultay tarafidan tuzib chiqilib ijro qilinayotgan qo'shimcha nizomnoma, qoida prinsiplar, nizom va belgilamalar, qurultayning rahbarlik va tashkiliy qurilmasi, shundaqla qurultayning tayyorlik xizmatlari haqida ma'lumot va tushuncha berish xizmatlari uzluksiz davom qilmoqda. Yaqinda chaqirilgan 8-navbatlik Dunyo qurultiyi vakillarining 2-chi qatimliq tarixida qurultayning navbatdagi muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram va 8-navbatlik Dunyo qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandilar yangi vakillarimizning yuqoridagi masalalar haqida so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob bergan ham vakillarimizning bu haqdagi qimmatli taklif fikrlarini anglab o'tgan edi. Orqadilla Dr. Erkin Akram va Farxat Yo'rinqash apandilar qurultay markaziy ishxonasidagi xodimlar bilan ayrim to'rig'ini o'tkazib, qurultayimizning navbatda davom qildirayotgan kunlik xizmatlari va bu navbatlik qurultayimizning konkret tayyorlik xizmatlari haqida maxsus muzokara va o'rinlashtirish ilib bordi. Oningdan boshqa yana 8-navbatlik Dunyo qurultiyining har darajalik rahbarlik organlariga nomzod bo'lg'uchi vakillarimizning nomzodlik iltimosini qabul qilish xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Nomzodlik iltimosini qabul qilish xizmati bu yil 8-oyning 10-kuni 8-navbatlik Dunyo qurultiyi tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasining mas'uli Samet Abla apandim tarafidan rasmiy boshlangan edi. Iltimoslarni qabul qilish xizmati 9-oyning 10-kunigacha davom qiladi. Bu muddatdan keyin yo'llangan nomzodlik iltimoslari inovatsiz bo'ladi. Samet Abla apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida rahbar nomzodlarning iltimosini qabul qilish xizmati boshlangandan buyon vakillarimizning o'zlarini qurultayning turli rahbarlik organlariga nomzod ko'rish qizg'inligining nihoyat yuqori bo'layotganligini, bo'libmi yosh vakillarimizning bu jihatga qiziqish va intilishning alohida yuqori ekanligini, hozir qadar o'zini qurultay rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatganlarning taxminan yarmining yosh vakillardan tarkib topganligini, bu xil yuzlanishning taxmi ko'p yoshlarimizga jasorat, umid va ishonch baxsh etadiganligini ifoda qildi. 8-navbatlik Dunyo qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida 9-oyning 10-kuni qurultay rahbarligiga nomzodlik iltimos sunish xizmati oxirlashgan hamon qurultay raisligi bilan qurultay taftish heyati jiddiy yig'ilib, rahbar nomzodlarining iltimosini oxirgi qatim bir-birlab ko'zdan kechirib chiqib, har darajalik rahbarlik organlarining nomzodlik shartlariga uyg'un bo'lgan nomzodlarning salohiyatini bekitib chiqadiganligini, orqadilla qurultay vakillarining yarmidan ko'pragining ma'qulligini olgandan keyin
rəhbər namzatlarının umumi tizimlikini qurultay topida e'lon qildiganligini, uningdan keyingi bosqichlarda qurultay vakillarining maxsus tor yig'inlari uyushtirilib, yig'inlarda qurultayning har darajalik rahbarlik organlariga o'zini nomzod qilib ko'rsatgan vakillarimizning bir qancha kategoriyalar bo'yicha o'zlarini vakillarimizga tanishtirish va agar saylangan taqdirda yo'l qo'yiladigan plan programmalar haqida ma'lumot va tushuncha berish faoliyatlari ilib berildi va bu xil faoliyat toki 8-navbatlik qurultaydagi umum saylam kuniga qadar davom qiladi. Buningdan boshqa yana har qaysi nomzodlarimiz o'z oldiga vakillarimiz orasida ayrim saylam harakati ilib borsa bo'ladi. Rahbar nomzodlar orasidagi raqobatning tatliq bir raqobat bo'lishiga ishonganligini ifoda qilgan Farhod Yo'rinqash afandim bu xil go'zal axloq va an'ananing 6-navbatlik dunyo qurultayidan buyon izchil davom qilib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Qurultayga rais bo'lishning nihoyat zo'r va og'ir mas'uliyatchanlik, shundaqla qattiq badal talab qiladigan to'liq mushaqqatli ham xatarlik bir vazifa ekanligini eslatib o'tgan Farhod Yo'rinqash afandim, shuning uchun navbatda xalqaro organlarning, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, siyosiy kuzatuvchilarning ham muhojiratga qarindoshlarimizning, hatto dushmanimiz kommunist Xitoy hokimiyatining bu navbatli qurultayda qaysi vakilning rais bo'lib saylanadiganlik masalasiga yaqindan diqqat qilib kelayotganligini, shuning uchun rais nomzodlarga qo'yiladigan shart va talablar haqidagi bas munozara va talash tortishlarning uzluksiz kuchayib ketayotganligini, ba'zilarining maqsadli holda bu shartlarning go'yo ma'lum shaxslar uchun turg'izib chiqilgan shartlardek bir manzarani yaratishga tirishayotganligini, amaliyotda bo'lsa 8-navbatlik qurultay vakillari ichida rais nomzodlariga qo'yilgan shartlarni o'rinlagan vakillarning sonining 30 nafardan oshadiganligini, bularning ichida 50 yoshdan tuvan bo'lgan vakillarimizning sonining oz emasligini ifoda qildi. Qurultayning raislik o'rnining siyosiy faoliyatchilarni sinaydigan va ularga tajriba o'rgatadigan odatdagi bir o'rin emasligini, qurultayga rais bo'lgan har qanday shaxsning eng burun Xitoyning eng zo'r dushmaniga va eng asosli zarb berish nishoniga aylanganligini, shuning uchun rais bo'lgan kishining har qanday hujum va tahdidlarga bardoshlik bera oladigan, xalqimiz ichida yuksak darajada chaqiriq kuchi va yetaklash, tashkillash iqtidori bo'lgan, xalqarada belgilik darajada tanilgan, ko'p tajriba saboqlarni beshidan o'tkazgan da'vo odamlarimiz ichidan saylab chiqilishning qurultayimizning omonligi va buningdan keyingi muqim taraqqiyot uchun to'lim zarur ekanligini eskartib o'tgan Farhod Yo'rinqash afandim bu qitimqi 8-navbatlik dunyo qurultayi vakillarining hammasining degidek da'vo sepimizdagi qo'lliq tayanch kuchlarni tashkil topganligini, Şoň bu qitim Bosniyada chaqirilgan qurultaydagi umumiy rahbarlik saylamining ham demokratik prinsiplarga uyg'un, ham da'voyimizga foydali holda adil bir shaklda o'tkazilishiga ishonganligini ifoda qildi. Amerika Cornell Universitetining dotsenti Dr. Magnus Fiskesio yaqinda e'lon qilgan dokladda Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohat taktikasi bilan nasistlar Germaniyasining sayohat taktikasida parallellik borligini ko'rsatgan. Ya'ni Xitoy nasistlar Germaniyasi davridagi qilmishlarga parallel holda sayohatchilikni qurol sifatida ishlatib, vatanimiz Sharq Turkistondagi siyosatining rejimsiz realligini xiralashtirgan. Shuning bilan bir vaqtda bu dokladda Xitoyning Sharq Turkiston sayohatchiligining asosiy nishoni Xitoy va chet ellik sayohatchilarni bu rayonning bexatar va yaxshi ekanligini atalmish o'z ko'zlari bilan ko'rgan qo'llovchilarga aylantirish ekanligini ilgari surgan. Amerika Cornell Universitetining dotsenti Dr. Magnus Fiskesio Xitoyning irqiy qirg'inchilik sayohat strategiyasi nomli mazkur dokladni 19 avgust Diplomat jurnalida e'lon qilgan. Mazkur dokladda Dr. Magnus Fiskesio tekshirib tadqiq qilish orqali Xitoyning zamonaviy irqiy qirg'inchilik sayohat taktikasi bilan nasistlar Germaniyasining sayohat taktikasida parallellik, ya'ni o'xshashlik borligini tarixiy belgilar va hujjatlar orqali o'ttirib qo'ygan. Dokladda Xitoyning bu strategiyasining nasist Germaniyasining sayohatdan foydalanib Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi obrazini yaxshilash strategiyasi bilan parallellik borligi aks ettirilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarda programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.